Lisang olmoqchi bo'lganlar, sal shoshmay turinglar. Mana bu mashinani bitta ko'ringlar. $94,000 mashina. 2025 ga 25 Huawei Aeto M9 Ultra sotiladi srochniga. Xo'p, kraskalari top-toza 24,000 km masofani bosib o'tgan. Lidan ancha aqlli, juda ham funksionalni mashina. 1400 km zapas hod, gibrid, 240 km to'kda qolgan benzinda yuradi, qora rangda, pnevma poddiska, раздвижной порог, lidar, tepalari bronzalar qilingan, eshiklari o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Mana abduf, abagriv, massaj, xolodilnik, hamma narsa bor. Ayol kishining mashinasi, hidab displeylargacha bor, 24,000 qancha yurgan. Orqalari ham o'zi ochiladi. Kofe salon bu. Katta proyeksionli mana bunaqa monitorlar. Farasida ham devorga qaratib futbol, bu narsalar ko'rsanglar bo'ladi. Razdельный kapitanskiy sidenya. $94,000 bu mashinani 68,500 ga srochniga olib borsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar, bosib yuboringlar.